Assalomu alaykum. Moskva quraylar to'pasi. Yana bitta universal do'kon konkurent bo'lishyapti. Birovlarga va bitta arenda etib ketdim. Mustaqillik maydoni yetimdor ikki bor bizdan. Qibrayda yana aytmoqchim, bu do'konning oti Tishchi Milotey. Bilasizlar-ku, hamma narsa bor. Bu daj xohlasanglar televizor ham bor. 60 dan 300 dollar deyapti, yana kelishtirib beradi. Bundan tashqari bilishadigan santexniklar narsalar. Qisqasi hamma narsa bor ekan. Yana bitta yengil aytaman, hozir ma'ruf qo'yibdi qariydi ayoli bilan. Qibrayda shu bolani ma'ruf taniganlar bo'lsa, yaxshi yaqindan tanishsa, ya'ni meni nomimni o'tib ketmanglar. O'zingizlar kelsanglar, mana shu turgan hamma narsalarni nasiyaga ham aytadi-ku. To'lan kun ketyapsizlar. Hozir bu kerak podarkada. O'sha iltimos etsanglar, hech narsasiz berishadi. Faqat insof vijdon bilan to'lab ketinglar. Qibraylar, Moskva. Ma'ruf, nima qilyapsan? Yig'ib bo'ldingmi? Yig'dim aka, xudo xolasa yaxshi ketyapti. Qo'li-qo'liga tegmasga bo'lmaydi. Yana qolgan narsalarni o'zing aytib ber. Nima aksiya mana nima mashina nima mana. Sizlar aka, kelinglar, silikon, germetiklarimiz aka. Titan deganing shumi? Titan kelar, ustakalarimiz yaxshi biladi buni. Hamma joyda aka 60 ming, 65 ming sotiladi. 45 mingdan mana shu qibray qilib. Aksiya bor. Aksiya bor degan. Hali yana bundan keyin ham xudo xolasa so'kalaring bo'ladi. Ularda aksiyalarga ishtirok etishsin odamlar. Televizoringizni sayyorida aytib 300 dollar 60 dan dedi. Xizmat. To'g'rimi? Kelishtirib beramiz. Yana kelishtirib beradi. Bundan tashqari chindilar bor, mana chindilar ham menimcha podarkaga zo'ra. Qara, qanish mahalladagilar kelsa boya aytdim. Nasiyaga ham berasan. To'g'ri? Beramiz aka, o'zim narxini. O'zim narxini bo'lib berasizlar. Bo'lib deganlar uchun emas. Vaqti kelganda zarb bo'lib qolgan paytda olib ketishini mumkin. Tanishlar.